Oilamiz bilan Chorvoqdagi piramida sohiliga dam olishga bordik. Toshkentdan atigi 1,5 soatda yetib bordik. Bu kunning eng katta quvonchi esa kichik o'g'lim uchun bo'ldi. U uzoq kutgan orzusiga yetdi. Eng sevimli futbolchisi Yamin Yamalning maxsus futbolkasini va FIFAning original to'pini oldi. Bu sovg'alar Ispaniyadan Amerikaga, u yerdan esa O'zbekistonga yetib kelgani uchun ancha kutilgan edi. Futbolkani qo'lga olgan zahotiyoq mashinada kiyib oldi. Keyin esa Yamalning o'ziga xos raqslari va harakatlarini takrorlab, birga video ham oldik. Uning ko'zlaridagi quvonchni ko'rishning o'zi baxt edi. Keyin esa barchamiz katerda sayr qilishga qaror qildik. 20 va 30 daqiqalik turlar bor ekan. Biz 20 daqiqaligini tanladik. Rostini aytsam, avval kam ekan deb o'ylagandim. Lekin kater harakatlana boshlagach, bu qarorim uchun 1000 marta shukr qildim. Men suzishni bilmayman va suvdan qo'rqaman. Kater esa to'lqinlar ustida xuddi muzda sirg'anayotgandek uchardi. Ustiga ustak haydovchi ham azilkash ekan. Qayta keskin burilishlar qilib, adrenalinni yanada oshirdi. Men esa ichimda 20 daqiqaning tezroq o'tishini kutib o'tirdim. Nihoyat qirg'oq ko'rina boshlaganda yengil nafas oldim. Lekin haydovchi yana bir marta drift qilib yubordi. O'sha payt menga qirg'oqqa hech qachon chiqmaydigandek tuyuldi. Ammo barchasi yaxshi yakunlandi. Qirg'oqqa chiqqanimizda hayotning qadrini yana bir bor his qildim. Shu tariqa dam olishimiz bolalarning beqiyos quvonchi, katta adrenalin va hayotga bo'lgan yanada chuqur shukronalik bilan yakunlandi.